eriga xiyonat qilayotgan bitta ayolni tog'da mashinani ichida ushlab olganda, endi odamlar o'zi qarindosh urug'lari videoga olib internetga qo'yapti va biz ham o'sha joydan ko'ryapmiz. Mana shunaqangi bir past ayollarga gapim borda. Kim o'ziga oladigan bo'lsa olib ketsin, teshib ketsin, tegib ketsin gaplarim. Eriga xiyonat qilayotgan ayollar, sizlarni agar kallalaring ishlasa, san o'sha erkakni yoqtirmaysanmi eringni? San yashaging kelmayaptimi? San boshqasiga ko'ngil beryapsanmi? Ajrash. Ajrash. Xiyonat qilma, ajrash. Eng to'g'ri qaror bu. Ajrashganingdan keyin bilgan bo'qingni ye. Lekin oilali bo'lib turib eringga xiyonat qilma. Bu erkak senga nima uchun kerak bilasanmi? Tekin nimada endi? Boquvchi. Boqib turadi seni. Sen tekin xo'rsan. Bu erkak tep borsa ko'tingga, keyin seni boshqasi boqmaydi-da, ha? Sen prosta qorning to'yishi uchun, chiroyli yashash uchun o'sha erkakni ushlab turibsan. Aslida u erkakni sevmaysan. Eng pastkash xotinlar ana shunaqa bo'ladi. Eriga xiyonat qilib, mana shunaqa yuradi. Pastkash unaqa xotinlar. Va xafa bo'lmanglar. Men nima deydi? Bunaqa ayollarni inson o'rnida ko'rmayman. Ajrashib, boshqasi bilan nikoh o'qitib yoki boshqasiga tegishni imkoni bor ekan, nima uchun xiyonat qilishni tanlaydi? Nima uchun? U erkak tekingina meni boqsin deydi. Sog'ib yotadi erini, laqillatib. 3-4ta tug'ib oladi-da, ha, bo'ldi, bolam uchun yashaydi deb turib, bilgan bo'qini yeb yuradi ekan xiyonat qilib. Allohdan qo'rqinglar. O'sha erkakni ham u Allohga yetib borganda shunday Xudodan topib qolganlaring bilmay qolasizlar. Qiyin ish emas-ku, demokratik davlatda yashayapmiz. Ajrashib ketish shunchalik qiyinmi? Qiyinmi? Ochiqchasiga ayt eringga, men sen bilan yashamoqchi emasman. Men sen bilan yasha olmayapman-da. Va ayol o'shanaqa degan vaqtda erkaklar ajrashinglar. Nima uchun deb ushlab qolmanglar, keyin xiyonat qilishiga o'zlaring sababchi bo'lasizlar. Ajrashmoqchi bo'lgan ayoldan ajrashinglar. Chunki o'sha ayollar ham balkim ajrashmoqchi bo'lib ko'rgandir, lekin erkak ajrashmagandir. Tak что ajrashmoqchi bo'lgan xotinni ushlab qolmanglar. Kelajakda sizlarga katta xiyonat qiladi. Xiyonatiga chidab ko'zimizni yumib yashaymiz desanglar, пожалуйста, ya'ni.